Rossiya Federatsiyasining Vladimir viloyatida vaqtincha ishlab, ma'lum muddat yashab kelayotgan O'zbekiston fuqarosi sodir etgan jinoyat ishi bo'yicha ish boshlangan. Sud hukmi e'lon qilindi. Bu haqda Rossiya Federatsiyasi Tergov qo'mitasi internet nashri xabar berdi. Ma'lum bo'lishicha, Xursandbek Aliyorov ismli o'zbekistonlik shaxs 30 yashar ayolni qasddan o'ldirib, jinoyat izini yashirish maqsadida uning jasadini chamadonga solgan holda yo'l chetidagi o'rmon ichkarisiga tashlab ketgan. O'tgan yilning 14-iyul sanasida mahalliy kishilardan biri o'rmon ichkarisidagi ovloq joyda qonga belangan chamadonni topib olishi bilan boshlangan ushbu voqea bo'yicha tergov ishlari boshlab yuborilgan edi. Jinoyat qurboni bo'lgan ayolning 10 yashar bolasi yetim qolgani, ayolning o'zi yaxshi oilaning, ya'ni mehnat faxriylari bo'lgan ota-onaning farzandi ekanligi aytilmoqda. Voqealar zanjiri quyidagicha bayon qilingan. Bir nafar o'g'li bo'lgan rossiyalik ayolning nikohsiz turmush o'rtog'i Moskva shahriga ishlash uchun ketib qoladi. Ular orasidagi munosabatlar buzilgach, ayol Vladimir viloyatidagi pishiriqlar sexida 2005-yildan beri ishlab kelayotgan o'zbekistonlik Xursandbek Aliyorov bilan tanishib qoladi. Xursandbek Aliyorov ayol bilan ishqiy munosabatlar o'rnatishga harakat qiladi. Ayol esa Moskvada ishlayotgan sobiq yigiti bilan telefon orqali janjallashib qolgan paytlarda Xursandbek bilan munosabatlarga izn beradi. Boshqa paytlarda esa muhojir oshpazning tashriflarini rad etib yurgan. Shunday kunlarning birida Xursandbek Aliyorov ayolni o'zining ijaradagi uyiga taklif etadi. Ayol rad etgach, uni sayr qilishga, so'ng restoranda tamaddi qilishga ko'ndiradi. Spirtli ichimliklar ta'sirida bo'lgan oshiq-moshiqlar Xursandbekning ijara uyiga kelishadi. Aysh-ishrat davom etayotgan bir paytda ayolning Moskvadagi sobiq xushtori qo'ng'iroq qiladi va ayol u bilan telefon orqali munosabatlarga chek qo'yadi. Xursandbek ham telefon orqali raqibini so'kib, ayol endi uniki ekanligini ta'kidlaydi. Oradan bir necha soat o'tgach, aniqrog'i spirtli ichimliklarning me'yori haddan ziyod oshib ketgach, Xursandbek va uning ma'shuqasi o'rtasidagi janjal yuzaga keladi. Konditerlik sexi oshpazi ayolga pichoq bilan 28 marta turli darajadagi tan jarohati yetkazadi, so'ng mast holatda voqea joyida uxlab qoladi. Vaqt yarim tundan oqqandan so'ng uyg'ongan qotil nima ish qilib qo'yganini anglab, tezda jinoyat izlarini yo'qotishga harakat qiladi. Tongda sex boshlig'idan ishga chiqolmaslikka izn so'rab, yirik yo'l chamadoni sotib oladi-da, tanishiga go'yoki o'lib qolgan itini axlatga olib borishga yordam so'rab chaqiradi. Sud majlisida 37 yoshli Xursandbek Aliyorov Rossiya Federatsiyasi qonunlariga binoan aybdor deb topilib, 13 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Shu o'rinda savol tug'iladi. O'zga yurtlarda ishlab yurgan o'zbekistonlik fuqaroni jinoyatga, qotillikka undagan narsa nima? Axloqsizlik emasmi? Spirtli ichimliklar ichish kasofati emasmi? Ayol-chi, ayol nimaning qurboni bo'ldi? U ham axloqsizlik va ishrat qurboniga aylanmadimi? Hurmatli chet elda ishlab yurgan O'zbekistonning aziz va qadrli fuqarolari, siz yurtingiz uchun keraksiz. Yurtingizning sha'ni va g'ururisiz. O'zingizni, oilangiz, farzandlaringiz, opa-singillaringiz, ota-onangiz uchun asrang. So'zlarimizga quloq tutasiz degan umiddamiz.